Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qarshingizda Jack X200 modeli va bu modelda bugun sizlarga batafsil ma'lumotini berib o'taman. Videoni boshlashdan oldin esa bir narsani aytib o'tishim kerak. Bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz ba'zilari obuna bo'lmasdan kuzatishyapti ekan. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, obuna bo'lishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Sababi bizda ajoyib yangiliklar boshlanyapti. Qo'shimcha bonuslar hamda aksiyalar bo'lib o'tish arafasida bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lib qo'ying, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Har kungi yangiliklar hammasi joylab boriladi va o'tkazib yubormasligingiz uchun obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Like va kommentariy bosish esingizdan chiqmasin. Xo'p, qani ketdik, biz videoni esa boshladik. Ko'rib turgan modellaringiz Jack X200 modelining prom tovari bartavoyi bo'ladi. Bu tomonda esa tentovkasi bo'ladi. Shassi modellari ham bor. Bu modelimizda yurak qismiga keladigan bo'lsak, yurak qismi ikkilik atmosferni bo'ladi. Ot kuchi 147 tonni tashkil etadi va bu modelimizda rasrochga olib chiqsangiz bo'ladi. Rasrochga shart-sharoitlarini birdan tushuntirib o'taman. Xo'p, bu modelimiz boshlang'ich 50% to'laydigan bo'lsangiz, mashinamizning o'zi tan narxi bartavoy modelimiz 248 million 640 ming so'm bo'lib chiqyapti. Buni esa 50% 124 million 320 ming so'm bo'ladi. Ana shu modelimizda yarmi 124 million to'laydigan bo'lsangiz, qolgan summasini 13 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Ustiga hech qanday foizlar yo'q. Rasrochga olib chiqsangiz bo'ladi. Bu modellarimiz 175 million ya'ni o'sha prom tovar modelimiz bo'ladi. Buni ham 50% to'lab xuddi shu shartda olib chiqsangiz bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol batafsil avtosalonimizga tashrif buyuring va qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Sharoitlari qanday olib chiqilyapti, misol uchun qancha muddatda, mashinani qancha vaqt ochib ketamiz degan savollarga telefon raqamiga telefon qilib bemalol ma'lumotlarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Videoda ham ma'lumotlarni berib o'tib ketaman birdaniga. Xo'p, modellarimizda hozir kunda bemalol boshlang'ich to'lovni to'laganingizdan keyin agarda rasrochga oladigan bo'lsangiz, qolgan summasini 13 oyga bo'lib to'laysiz. Hech qanaqa foiz bo'lmaydi rasrochkamizga. Avtokredit ham bor, avtokreditga ham ochsangiz bo'ladi. Avtokredit esa mana shu telefonga telefon qilsangiz, menejerlarimiz batafsil ma'lumotni tushuntirib o'tadi. Bu modellarni to'lovini qildingizmi, yarim soat ichida mashinani rasmiylashtirib beriladi. Olib chiqib ketaverasiz, o'zingiz tanlab olasiz. Qaysi ma'qul bo'ladigan bo'lsa, minib mashinani olib ketaverasiz. Test drive'larimiz bor, original bo'lgan qismlari bor, hamda servis xizmatlari ham bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzilimizni ham birdan tushuntirib o'tib ketaman. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Navoiy viloyatida, Karmana tumanida, hamma biladigan o'sha mana yangi yo'lda, shundagina yangi yo'ldan qaytishingizda, Regal mehmonxonasidan yangi yo'lga qarab qaytishingizda transport boshqarmasining to'g'risidagi Toshkent Motors avtosaloni. Yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun yangi yo'lda kiraverishda, yangi yo'l qatoridan 50 maktabiga kiraverishga yo'l yoqasidagi Toshkent Motors avtosaloni, Jak avtosalon desangiz ham bo'ladi. Ideal Market yonida Avtopars ehtiyot qismlari do'koni yonginasida. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu modellarimiz bir-biridan go'zal bo'lib turibdi. Hasan Husan Fotima Zuhra terib tashlaganmiz, mana ko'rib turibsizlar. Raskladушкalik modelimiz ham mana, raskladушкalik modeli ham turibdi. Yig'iladi. Misol uchun tentovkamiz raskladушкalik bo'ladi. Yig'iladi, yo'yiladi. Misol uchun oftobli kunda bo'lsa, bemalol yig'ib qo'yib ishlataversangiz bo'ladi, bartoy sifatida. Agarda yog'ingarchilik kunda bo'ladigan bo'lsa, tentovka sifatida ishlataversangiz bo'ladi. Yuk ko'tarishlariga keladigan bo'lsak, bu modellarimiz yuk ko'tarishlari 2 tonnagacha yuk ko'tarib bera oladi deb kitobida yozilgan, lekin aslida 4 tonnagacha bossangiz bo'ladi. Sababi bu modelimiz qo'sh balon bo'ladi, orqasida resor ekipajkali bo'ladi, oldinda esa amortizator bo'ladi. Mashinamiz yurishlari ancha mягкий bo'ladi. Yuk bilan birga mashina olib o'tmaydi, o'ynatmaydi. Bemalol mashinangiz bilan ketaversangiz bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlarki, nimalar deyapti bu mashinamiz. Zavodskiy tumankalari qo'yilgan, elajotipara qo'yilgan. Salon qismida 3 kishi o'tirib ketaveradi. Bemalol 2 kishi o'tirib ketgan taqdirda mana bu o'rindiq o'rtasida bar bo'ladi. Bardan foydalanib ketsangiz ham bo'ladi. Konditsioner pechkalari hamma sharoitlari qilingan, mashina tayyor holda turibdi. Mashinamizda